Biza Kebonga kelganmiz. Bu joyga kelishingiz uchun 3 ta sabab aytaman. Birinchi sababi hech qayerda analogi bo'lmagan shirinli ovqatlarni shu yerda topsangiz bo'ladi. Bu o'sha trenddagi burgerligi. Souslari bor, qo'ziqorin souslari. Men o'zingizga mazza qilarkansiz. Ikkinchi sabab bu joydagi ovqat, desertlarning podachasi qorni to'q odamni ham ishtahasini ochib yuboradi. Bu balonni retseptini Angliyaga borib o'rganib olib kelishgan. Mana souslar. Uchinchi sababini aytaman. Oilaviy kelishga juda ham ideal joy. Tashqarida, suvni bo'yida terrasalari ham bor. Bu Kebonning o'sha qurtobasi. Bu yerda plyuslardan eng zo'r tomoni o'z qurtobani bilsang, ko'p joyda katta laganda 4 kishilik, 5 kishilik qilishadi. Bu yoqqa kelib bitta o'zing ham kelib zakaz berib yeb ketsang bo'ladi. Bu videoni pochchamdan tashlab qo'yasiz. Srochno olib kelmasalar bo'lmaydi.